Assalomu alaykum, go'zal ayollarimiz, homilador yoki homiladorlikka tayyorgarlik ko'rayotgan ayollarimiz. O'ylaymanki, bugungi darslik homiladorlikni stressda o'tkazayotgan, doimiy holsizlik, charchoq yoki bo'lmasam toksikozlardan qiynalayotgan, homiladorlikdagi bo'ladigan har xil asoratlardan qiynalayotgan ayollarimiz uchun foydali bo'ladi. Va bugun sizlar bilan umuman homiladorlik, normal homiladorlik, sog'lom homiladorlik sirlari haqida gaplashamiz. Darslikni oxirigacha ko'rgan ayollarimizga darslikni oxirida demak bonuslarimiz bor. Shuning uchun darslikni oxirigacha kuzating va bonuslarimizga ega bo'ling. Darslikni boshlashdan oldin Dilfuza To'lkunovna kim degan savolga javob beramiz. O'zi qanaqa natijalari bor, nima ish qiladi degan savolga demak javob beramiz. Men demak Dilfuza, ismimni ham ko'pchilik biladi. Hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot universitetini akusherlik ginekologiya kafedrasida faoliyatimni olib boraman va bo'lajak demak tibbiyot xodimlariga akusherlik va ginekologiya fanidan dars beraman. Shu bilan birgalikda aynan shu universitet qoshidagi tug'ruqxona bo'limida shifokorlik faoliyatimni ham olib boraman. Demak, talabalar bilan birgalikda yoki o'z xodimlar bilan birgalikda bemorlarimizni olib boramiz va u yerda ularga kerakli bo'lgan muolajalar, davolash jarayonlarini olib boraman. Bundan tashqari ilmiy faoliyatimda PhD demak dissertatsiyamni yoqlaganman. Hozirgi kunda ilmiy faoliyat ham olib boraman. Demak, hozir sizlar bilan normada, ya'ni sog'lom homiladorlik qanday kechishi kerak shu narsada gaplashamiz. Bu narsalarni gaplashamiz. Ya'ni sog'lom homiladorlik bo'lishi uchun, farzandni sog'lom dunyoga keltirish uchun ayol doimiy nazoratda bo'lishi kerak. Demak, doimiy nazorat deganda nimada? Har bitta ayol homilador bo'lgandan keyin hozirgi bugungi kundagi bizdagi demak chiqqan standartlarga asosan ayol 9 marta homiladorlik nazorati, ya'ni poliklinikada nazoratdan o'tish kerak bo'ladi, vrach nazoratida bo'lish kerak bo'ladi. Bunda har bitta o'sha borilgan vizitda, har bitta ko'rikda topshirilishi kerak bo'lgan analizlari bor va tashqi obyektiv tekshirilishi kerak bo'lgan tekshiruv usullari bor. Masalan, bu tana vaznini o'lchash, qon bosimi, pulsi. Bundan tashqari ayol o'zi gravidogramma degan narsa ham bor. Homilani bachadonni demak homila qanday o'sayotganini baholash uchun qo'llaniladigan bitta usullardan bittasi. Bularni hammasini doimiy ravishda qilinib turilishi kerak bo'lgan asosiy tekshiruvlar ayollarda. Har bitta uchrashganda vrachga demak o'zini qon tahlillari, siydik tahlil, umumiy o'sha laborator tahlillar, bundan tashqari ultratovush tekshiruvlari, ya'ni uni ham o'zini vaqtlari bor. Qaysi muddatda demak homilada qanaqadir nuqsonlarni oldini olish uchun o'tkaziladigan skrininglarimiz bor va har bitta o'sha o'zini belgilangan muddatida homilani to'g'ri rivojlanyaptimi yoki yo'qmi, buni nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Albatta har bitta ayolimiz nazoratda turishi kerak va agar sog'lom farzandini dunyoga keltirmoqchi bo'lsa, mana shu tekshiruvlardan o'tib turishi kerak bo'ladi. Bular haqida yana to'liq gaplashamiz. Qaysi analizlar, qaysi tekshiruvlar to'g'risidaligini. Bundan tashqari ayol sog'lom homilador bo'lishi uchun eng asosiy bo'lgan yana bitta moment bor. Bu demak to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri vitaminlarni qabul qilib borish. Hozirgi kunda juda ham ko'p yoshlarimiz, ayollarimiz umuman hammani olish mumkin, noto'g'ri demak ovqatlanish tarzida yashashadi. Juda kam ayollarimiz o'zini yeyotgan ovqatiga e'tibor beradi. Masalan, vitaminga boymi, meva sabzavotlarga yeyotgan ovqati demak yetarlimi? Bundan tashqari demak qo'shimcha kerakli mahsulotlarni olyaptimi? Qaysi vitaminlarni qabul qilyapti? Masalan, hozirgi kunda vitamin D juda ham ko'p ayollarimizda defitsit holatida, ya'ni ko'rsatkich normada qaysi ko'rsatkichda bo'lish kerak, hattoki undan ham past yetishmaydigan holatda. Va serquyosh demak davlat bo'lishimizga qaramasdan demak bilamiz vitamin D quyoshda teri orqali paydo bo'ladi, sintezlanadi degan bizada shunaqa tushunchalar bor. Shunga qaramasdan baribir ko'p ayollarimizda defitsitni kuzatyapmiz. Va bittagina aynan mana shu vitamin D yetishmovchiligi organizmda gormonal buzilishlarga, moddalar almashinuvidagi buzilishlarga, qaysidir organlarni o'zini faoliyatini
to'liq bajara olmasligiga olib kelishi mumkin va bu buzilishlar o'z navbatida homiladorlikda ham asoratlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni homilani to'liq yaxshi rivojlanmasligi yoki qanaqadir kichkina. Demak, bular hammasi zanjir kabi bir-biri bilan bog'lanib ketadi. Aynan bitta kichkinagina modda yetishmovchiligi so'ngida demak katta asoratlarga olib kelishi mumkin va shu sababli ayollarimiz to'g'ri ovqatlanish va qaysi vitamin va qo'shimcha, ya'ni biologik aktiv qo'shimchalarimiz bor, ularni doimiy qabul qilib yurishi kerak va qaysi analizlar orqali mana shu yetishmovchiliklarni aniqlashi mumkin. Bular haqida albatta homilador ayollarimiz bilishi kerak va bu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Keyingi masala bu homiladorlikda fizik nagruzkalar, ya'ni fizik yuklamalar va dam olish, ya'ni uyqu rejimini to'g'ri olib borish. Qaysi vaqtda ayol o'z vaqtida uxlashi kerak, ya'ni organizmda gormonlar to'g'ri ishlashi uchun, homilani o'sishi uchun ayolda gormonal fon normada bo'lishi kerak. Demak, mana shu normadagi stabil holatdagi gormonal fonni ushlab turish uchun nimalar qilsa bo'ladi va buning uchun tavsiyalarimiz bo'ladi. Bular haqida ham yana hali to'liq gaplashamiz. Eng asosiy momentlarimizdan bittasi bu ayollar ruhiy holati. Homiladorlikda uchrashi mumkin. Albatta oilada bo'lishi mumkin, qanaqadir stresslar, uyda qanaqadir mojarolar bo'lishi mumkin, ish joyida mojarolar bo'lishi mumkin, nimadir yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin va bular hammasi homilani to'liq rivojlanishi uchun albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bizani miya po'stlog'imiz har bitta tashqaridan kelgan informatsiyani, bu yaxshi informatsiyami, negativmi, pozitivmi, uni hammasini qabul qiladi va bu informatsiya tanaga analiz sintez bo'lgandan keyin mediatorlar bo'lib ketadi va bu har xil gormonal buzilishlarga yoki organ darajasidagi buzilishlarga olib kelishi mumkin va o'sha sababli ayollarimizni to'g'ri ruhiy stabil holatga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Homiladorlik davrida ayollarimiz o'zini xotirjam his qilishi kerak. Bunga qanday yetishish mumkin? Xotirjamlikka yetish uchun albatta oilaviy sharoitni, oilaviy muhitni to'g'irlash kerak va ayollarimizga atrofidagi qaynona yoki turmush o'rtog'i va oila a'zolari homilador ayollarni qo'llab-quvvatlashlari kerak bo'ladi. Chunki ayoldagi bo'ladigan bu gormonal o'zgarishlar hattoki ayolni o'zini tutishini ham o'zgartirishiga olib kelishi mumkin. Chunki gormonlar o'zgarishi ayollarni yig'loqi, har bitta gapga ta'sirchan qilib qo'yishi mumkin va bu holatda atrofdagi ayolni o'rab turgan insonlar ham ayolga ko'maklashishi kerak bo'lishi mumkin va ayolning ruhiy holati homiladorlikni sog'lom kechishida va homilani sog'lom dunyoga keltirishida va qo'liga olishida eng asosiy momentlardan bittasi deb aytib o'ta olaman. Va eng asosiysi homilador ayollarimiz bilishi kerak bo'lgan asosiy muammolarimiz bor. Homiladorlikda qanaqa muammolarga duch kelishi mumkin? Eng birinchisi bu homiladorlikni erta davrida qanaqadir toksikozlar, ko'ngillanishlar, qusishlar, ovqat yoki hidlarni ko'tara olmaslik. Bu holatlarni qanday oldini olish mumkin va ularga qanday yordam berishimiz mumkin? Bundan tashqari yana qon ketishlar kuzatilishi mumkin-da, kichkina sroklarda yoki katta sroklarda qindan qon ketishi, hattoki yo'ldoshni ko'chishi yoki xaryonni ko'chishi kuzatilishi mumkin. Homiladorlikda yana eng katta asoratlaridan bittasi homiladorlikda homilani o'smay qolishi, ya'ni rivojlanishdan to'xtashi yoki erta tug'ruqlar yoki o'z-o'zidan yuzaga keluvchi abortlar, ya'ni qon ketadi va homila tushib qolishi holati. Bundan tashqari hozirda yana juda ko'p uchrayotgan asoratlardan yoki muammolardan bittasi bu homilani nuqson bilan aniqlanishi. Bundan tashqari yana homiladorlik davrida yallig'lanish jarayonlari. Juda ko'p ayollarimiz ORV, gripp kabi kasalliklar bilan kasallanadi va bu homiladorlikni yanada asoratlashi mumkin, qanaqadir muammolarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari yana qanaqadir somatik kasalliklar uchrashi mumkin va bularni har bittasini
gaplashish uchun albatta hozirda vaqtimiz yetarli bo'lmaydi va aynan mana shu muammolarni keng ochgan holatda sizlar uchun darslik tayyorladik. Men faoliyatim jarayonida uchragan homilador ayollarda bo'ladigan muammolar, asosiy muammolarni hisobga olgan holatda ayollarimizni sog'lom homiladorlikni kechirishi, farzandini sog'lom dunyoga keltirishi uchun, yuqorida aytib o'tilgan asoratlarni oldini olish uchun, ayol o'zini nazorat qila bilishi uchun sizlar uchun onlayn kurs tayyorladim va bu kursda ayollar homiladorlikni to'g'ri olib borish, nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi analizlarni topshirish kerak, necha marta masalan vrach ko'rigida, qaysi sroklar, qaysi muddatlarda vrach ko'rigida nazoratidan o'tish kerak, qaysi analizlarni topshirish kerak, masalan ultratovush tekshiruvlari qachon o'tilishi kerak, qaysi preparatlarni qabul qilish kerak, qaysi vitamin va biologik aktiv dabavkalarni olish kerak va muammolar agar uchraydigan bo'lsa, bu muammolarni qanday yechimini topish mumkin degan savollarga javob topa oladi degan umiddaman. Hozirda bu kurs uchun sizda oldindan yozilish imkoniyati bor. Hozir pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz siz bilan bog'lanadi va kurs haqida to'liq ma'lumot beradi va siz 30% chegirmaga ega bo'lasiz. Siz kursga qaror qabul qilgunizcha men o'z faoliyatim davomida yordam bergan bemorlarimni odzivlarini siz bilan bo'lishaman. Kichkinagina sabablar katta organizmdagi o'zgarishlarga olib kelishi mumkin va homiladorlikda juda katta muammolarga olib kelishi mumkin va bularni oldini olish uchun siz o'zingiz homiladorlik, sog'lom homiladorlik va uni qanday qilib olib borish, qaysi analizlarni topshirish haqida bilimlarga ega bo'lishingiz kerak va keraksiz hozirgi kundagi keraksiz masalan tekshiruvlar, xarajatlar, vrachga bo'ladigan vizitlar, boshqa specialistlar, ya'ni qo'shimcha specialistlarga qo'shimcha to'lovlar, bularni hammasini agar hisoblaydigan bo'lsangiz, millionlab bo'lib ketishi mumkin va bularni qanday qilib tejab olsa bo'ladi. Siz agar o'zingiz homiladorlik qanday kechishi kerak, o'zi normada standart bo'yicha necha marta siz tekshiruvdan o'tishingiz kerak, qaysi analizlarni topshirish kerak, agar siz bularni biladigan bo'lsangiz, shularni bilgan holatda o'z mablag'ingizni tejab qolishingiz mumkin va hozirda bu kursni olgan holatda siz bu ma'lumotlarga albatta ega bo'lasiz. Bundan tashqari, kursni qo'lga kiritgan ayollarimiz uchun bonus sifatida homiladorlikdan so'ng ayol o'zini qanday parvarish qilish kerak, farzandini qanday parvarish qilish kerak va o'zini organizmini qanday tiklashi bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan bonusimiz bor. Va kursni qo'lga kiritib, mana shu bonusga ham ega bo'lasiz. Kurs haqida savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, hoziroq ro'yxatdan o'ting va 30% chegirma va bonusimizga ega bo'ling. Darsligimizni ko'rganingiz uchun sizga katta rahmat va keyingi darsliklarimiz nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Buni kommentariyalarda yozib qoldiring.